Shu oyog'ingizni o'zingiz yuvsangiz bo'lmaydimi, ona? Belimdagi grija egilgani qo'ymaydi-da, bolam. Onaginam, uydamisiz? Sochingiz oqqarigan, tishingiz to'kilgan, grijangiz bor, oyog'ingiz og'riydi. Sog' joyingiz bormi o'zi? Kecha kiyimlarimni ham chala yuvibsiz. Ey. Ye, aka. Ye, onaginam, salomatmisiz? Yaxshi keldingmi, bolam? Hozir o'zim oyoqlaringizni yaltillatib qo'yaman. Voy, baraka topgin. Ana bo'ldi. Endi kiyimlaringizni alishtirsangiz, sizni bitta aylantirib kelaman. Xo'p, bolam. Aka, siz bilmaysiz, onam вообще injiq bo'lib qolgan. Shunaqa degan, sen ham chaqaloqligingda rosa injig'ding. Ayam 3 kunlab uxlamasdan allalab chiqardi. Lekin biror marta nolimagan. Seni kichkina deb 5 yoshinggacha qo'lidan qo'ymay ko'tarib yurdi. Hozirgi beldagi grijasi o'shandan. Tishlari homiladorligida to'kilgan. Kuniga seni 3 martalab ketingni yuvib katta qilgan onamni bugun oyog'ini yuvishga erganib o'tiribsan. Aka, Oq sochlarini bo'lsa hayot bilan g'am tashvishmas. Sen bilan men oqartirganmiz. Bizga o'xshaganlarni deb ota-onalar qaraganda farzandlariga emas, hassalarga suyanishadi. aka, kechiring. Mana Bavi, Germaniya mahsuloti. Oppoq kiyimlarni oqartiradi. Allergiya ham chaqirmaydi. Hozir hamma kirlarni shunday yuyapti. Tushundim, aka. Endi onamga yaxshi qarayman. Onamni men o'zim bilan olib ketaman. Sen bundan buyog'iga buni ol. Kirlaringni o'zing xohlagandek oppoqqina yuvib, maza qilib yashaysan. Aka, Bitta narsani esingdan chiqarma. Onalar o'tgandan keyin qabriga toshmas. Tirik payt ko'ksiga bosh qo'yish kerak ukam. Onagina 1000 yil xizmatingizni qilsam ham, men uchun bedor o'tkazgan bir kechangizni haqqini ado qila olmayman deganlar bitta like bosib qo'yamiz. Onaginam, senday yaqin do'st yo'q ekan. Ura! Ya o'qishga kiribman! Ura! Voy, voy, o'rgilsin, tabriklayman qizim. Yaxshi bo'pti. Ish qilib grad bo'ptimi qizim? Yo'q, kontrakt bo'lib qopti, aya. Nima? Bu yil akanam o'qishga topshirgan. Agar u ham kontrakt bo'ladigan bo'lsa, ikkalanglarni o'qita olmayman qizim. Yo'q, men o'qiyman. Sen qiz bolasan. Ertaga uzatilib ketgandan keyin seni ering boqadi. Akang bo'lsa ertaga uylanib, oilasini boqish kerak. Aya, Keyingi yil grantga kirsang, albatta o'qiysan. orzularim-chi? Aya, uydamisiz? Voy bolam, keldingmi? Sening ham o'qishga kiribdi. Voy rostdan, zo'r-ku. O, kakras buni yuvish kerak. Mana, Achakvodan Mojito Fresh uzum aloe ta'mi. Sen yaxshi ko'radiganingdan. Onajonimga o'zlari yoqtirgan Mojito qulupnayligi. Rahmat bolam. Lekin sening kontrakt bo'lib qopti-da. Voy, nima qilibdi? O'qitamiz? Birinchi seni o'qitishimiz kerak o'g'lim. Sizni natijalaringiz nima bo'ldi, aka? Menmi? Men kirolmadim. Aha. Ura! Ha, endi omadda. Sen o'qishga tayyorgarliging ko'raver. Meni kontraktga yig'ib qo'ygan pulim bor. O'shani to'laveramiz. Yaxshi o'qisang, har safar Mojito olaraman. Rahmat, ura! To'xta. Voy bolam, telefoning qolib ketdi. Voy. Bolam. Sening uchun o'zingni qurbon qildingmi, bolam? Bitta men emas, juda ko'p akalar, ukalari va singillari uchun o'z kelajaklaridan kechishadi. Jigarlari uchun o'zlarini qurbon qilgan akalar omon bo'lsin deganlar bitta like bosib qo'yamiz. Qadri baland, mehribon ekan.